Assalomu alaykum. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz o'pka disseksiyasi. Ishdan maqsad o'pkani tashqi va ichki tuzilishini o'rganish, nafas olish jarayonida o'pkaning rolini qanday qilib tushuntirish haqida aytib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladi o'pka, skalpel yoki pichoq, naycha va qaychidan foydalanamiz. Laboratoriya mashg'ulotimizni o'tkazishdan oldin albatta xavfsizlik qoidalariga amal qilib ketamiz. Buning uchun biz o'pkani olib, uni pushti yoki qizg'ish rangga kirganligini tekshirib olamiz. Va o'pkada nafas olishga yordam beradigan traxeyalarimizni ko'rsatib olamiz. Traxeyalar bu burun bo'shlig'idan kelayotgan havoni o'pkaga o'tkazib berish uchun yordamchi nafas olish vositasi hisoblanadi. Bizga steril uchun 70% etil spirti yordamga keladi. Buning uchun spirtni ochib, dokaga shimdirib olamiz. Va havo puflagich naychamizni yaxshilab sterillab artib olamiz. Va uni traxeyaga joylashtiramiz. Uni fudaymiz. Demak, o'pkamizda gazlar almashinuvini sodir bo'lishini tekshirish uchun o'pkamizning orasida havo pufaklarini ko'rayotganligimizni ko'zimiz tushadi. Demak, bu alveolalar gazlar almashinuvida, ya'ni kislorod yutib karbonat angidrid gazini chiqarishimizda o'pkamiz orasidagi alveolalar yordamga keladi. O'pkaning tarkibidagi alveolalar uning gazlar almashinuvida muhim rol o'ynashligini bilamiz. Bu yerda kislorod va karbonat angidrid gazi almashinadi. Xulosa qilib aytganda, o'pka g'ovak va elastik tuzilishga ega. Havo traxeya orqali o'tadi. O'pka nafas olishning eng muhim a'zosi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.